Selamünaleyküm aziz kurmanlar. Keşkinlik hayırlı olsun. Ben Adil Uygur. Uygur Tadqiqat İnstitutundan hemen salam yolayım. Her hafta institutumuzun müdiri şundakla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Okutuvchisi doçent doktor Erkin Ekrem Malum ötküzüp kelayotgan Xalqaro vaziyat ve kun tertip namlı programımızınki yeni bir müdürünüz oldu. Erkin Malum hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Bunun bir neçe gün evvel, yani bu 22 Ağustos günü Xitay'nınki en nüfuzluq gazetelerden bolgan günlük gazetede mundaq bir sellevisi maqalı çıktı. Yani Amerika'da Indiyalarınki prezidentleri yapkan mekteplerde ilip verilgan vahşet ve irqi qırgınçılıqlarga münasibetli deliller oturuğa çıkışa başladı. Bu maqalının məzmunu tövəndikidək, asaslı mundaq, yani Amerika'da öz vaxtıda 19. əsrindənki axırıdan başlap ta bu 20. əsrinin oturuğucu davamlaşqan bir 150 yıllık belki 150 yıllık tarihçide Amerika hükümeti Indiyalarınki ösmürlerini asimile qilish üçün yoki tırnaq ichida medenileştirish üçün yataqlıq məktəbə uğurlaşdırılğanlığını, şundaqla bu məktəblərdə tamamen üzünki medeniyetini unutuldurup Amerika, yani İngilizlerinki yoki Amerika hükümeti xalaydigan şekildeki medeniyet endizisini tanğanlığa dair ispatlarını oturuğa çıqqanlığını, hatta bu Indiyan ösmürlerinki köp vaqtlarda uyga qaytarmaganlığını, köpüncüsünün öldürülgenlikini dair idi. Biz bugünkü programımızda bu Xitay hükümetinin nima üçün Amerika'daki öz vaqtidagi bu hadiselerini teshib chiqardi yoki nimishqa Amerikadagi bu ishlarni irqiy qirg'inchilik bog'lab tushundirdi va yoki nimishqa yataqliq maktab assimiliya medenileştirish degan huquqlarni ishlab turib Amerikaningki eybini yoki qusurini o'tirib chiqish boshlaydi. Qandaqdir yoki Xitoy hukumatiningki Sharq Turkistonga qaratgan, yani jumla Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yepish uchun qilatamdi. Yoki sen öz vaqtida mushtaq qilganda mama mushtaq qilman degan bir tushuncha bilan mushundaq xabarlarni ko'plab tashviq qilatamdi degan savollar tabiiy o'tirib chiqadi. Biz bugungi programmamizda xabarningki mazmunidan bakroq Xitoy nima uchun mushundaq bir o'zi quli qoniga to'lgan yoki irqiy qirg'inchilik sodir qilayotgan mushtaq bir paytda Amerikaga ko'proq diqqatni markazlashtirdi yoki mushtaq xabarlarni ko'plab e'lon qildi. Ma'lum siz bunday qanday qaraysiz bunga? Bu hem de o çok. Sen taz devakçı men devalay degandek en öyle hareket kılıvadıdı. Çünkü kinki şu yıllarda Şark Türkistan'da insan hakları depsende kılınganlığını, bir yerde bir kulluk sisteminin bağlılığını ve şundakla Xitay bir yana bir müstemlike rayondaki başkuruvatkanlığını Garp dünyasında tenkitler kilvadıdı. Hem de Xitay'nın ki bu tenkitlerine karşı birinciden bunda mesele yok dep inkar kılıvadıdı. İkincisi bizde yok ama sende var degenle köstüvadıdı. Toğra bu Garp dünyası bulup mu 15. esirden keyin şu müstemlike hareketi dep koyduğun bir faaliyetlerine başlayan. Bu sanayinin terakkiyeti ile birlikte özününki zemininden sırt başka haklarını zeminine berip u yerda hem ularninki baylığını iliş ve şundakla bu rayonunun özününki işlep çıkargan mallarını satıdığan bazağa aylandırış bir hareket hemdi bu. Bu ceryanda hem de sanayinin terakkiyetiyle bazı işlerine kızış lazım. Bu yalğızlı sanayi emez mi? Bu dixancılık mı şunda? Amerika'da mı şunda? Nurgun mu şu kartenliklerine ekilip bir yerge özününki zemininde ve yoki acı besvagan zeminlerde bularını mecburi bu emgek kılgızgan. Fakat bu 19. esirden keyin tenkitke uçraşka başladı. Yani bir medeni bu cemiyet bunda başka bir insanı, özge okşmaydıgan insanlarını muşu kulluk halıga ekiliş, bulağa zulüm ilip biriş, bu tenkitlendi. Ve şundakla nurgun devletler özününki muşu müstemlike rayonunu muşu yerliklerge bir işe mecbur kalgandek ve bazı devletlerde Amerika'da misalga kartenliklerge
bu erkinlikni beriş degandek bunda bir siyasetle ve şundakla bununla münasebetlik bazı kanunlarını mı çıkardı? Yani bunun kim bunda işlerini kılmaslık için çıkargan kanunlar bular. Yani G'arbde bu bir yaman iş, şer bir meselede anda kögeşke buna mani kıldı. Fakat Xitay hazırkı devatqını sen burun kılgan. Burun seninki tarihin aşında karanlık boğaşka, nurgun muşunda yamanlıklarla yazılgan bir tarihin var. Bu tarihteki derslerini amay turup bizge yani Xitayga karşı bunda tenkitini kılamaysa degendek kılıvadı da hazır. Hazırkı bu siyasi pozisyası muşu. Hem de bir nersini Xitay iniq demeyvadıdı. Bu yamanlıklar hemsi mani kılındı. Hem siyasi cetten hem kanun cetten. Bazı yerler çalıkagan buluş mümkün ama şunda bolsunma yana aldığını eliş için tırışıp kilivadıdı. Hem de bu G'arb devletler demokrasi tüzümünde ve insan haklarına ekmet belgeçke toluk bolmasıma nurgun yani üzden bulmagan başka milletler ya ki başka yerden köçep gelgen milletler gibi bir temberaverlik meselesiga ekmet berip bularınki hak hukuklarına bir iş kıtırışıvadıdı. Ama Xitayda bunda bir nersi yok. Yani biz vagan yerlerini Tibet, Moğolistan, Şark Türkistan, Mançurya degan yerlerini Xitaylaştırış bilen birlikte bu yerdeki insanlarını hazırkı Şark Türkistan'da boğandek izvadıdı, sömürüvadıdı, boze kılıvadıdı, kemsitivadıdı, küçük görüvadıdı. Şununla bu halklarının kılgan hatalıktan Xitayma ders iliş lazımdı. Ama Xitay bunlardan da bir ders ağını yok. Eksikçe halklar tenkit kılgan çağda ben bunda işlerini kılmadım, sen kılgandın diyendek bir pozisyada cevap verişke tırışıvadıdı. Valla ikki davlat munosabatlarida ko'zir muhim deb qaraymiz endi. Masalan, men sana qancha foyda yetkazman, yoki sen menga qancha foyda yetkazsan, yoki sening kamchilik manda ojizliging bor, meni manda ortiqchligim bor. Shunga men munosabatda ya pas aktiv o'rin turman degandek ahvollar mavjud. Ya Amerikadan bo'lgan munosabatda Xitoy sen irqiy qirg'inchilik qilgan eding deb Xitoy mushu yerda Amerikani besim qila olish ehtimoli bormi yo'qmi? Bu biraz vaktince belki biraz bir netice iliş mümkün. Çünkü bu işletken uslup Xitaycıda Goybian dep koydu, Goybian şu dep koydu. Yani sofitizm degandek bir uslupni işiltvadıdı. To'g'ri bu Xitoyningki qadimiy tarixlarda, siyosiy medeniyetinde bundaq ahvol bor. Anandaki mavu kona Gretsiyadami bunda ahvollar bor. Yani subjektif bir göz qarash bilan mevcut bo'lgan ba'zi haqiqatlarni yolg'onga aylantirish. Misal Xitoydan misolga olsak, normalda Xitoyning ko'rgan otlari hammasi oq ot bo'ladi. Ama bir kuni bir qor otni ko'rib qolsa, qor ot emas deb tushundirdi. Bu Xitoyningki kona qadimiy falsafasiningki muhim bir misoli. Yani qor ot emas, oq ot bo'ladi deb. Çünkü normalde hemsi ak olurdu. Nimişki kara oldu. Kara olgandan keyin ot emas bo'ladi degandek, mışında bir uslup bile bu degi mantiqama emas degi. Bu bir uslup bile özününki menfaatini qo'g'dab qilish uchun ishlatgan bir xil so'zlash uslubi bu. Buna bugün Xitoyningki medeniyetinde jiq bunda ahvollar bor. Misalga Xitoy medeniyetinde bu yağancılık bir kabiliyet deb göründü. Şununla bu yağancılık bilan kazangan neticeni rast bir netice deb gördü. Yani hakikatga yaqin deb ko'rdi. Ama yağan gap qilish boshqa mushu bo'libmi semaviy dindagi millatlar buni ayiblaydi. Ham yağan so'zlaydigan odamlar ko'p bor ama bir jamiyatda ayiblaydi, bir jamiyatda buni teşvik qiladi. Şununla bu o'zininki manfaatini yoki siyosiy to'g'riliqni belgilash uchun mushunda bir uslubni ishiltib kelgan. Bu uslubning ta'siri
diyalektik bir üslup hem de. O biraz objektif, biraz hakikatga tayınıdı. Şununla Xitaylar maqsad üçün bu üslubni işiltidi ama bu üslubni ishlatgan vaqtida mantiqiga ahamiyat bermaydi. Şununla mantiqilik degan bu bilim Xitoyda taraqqiy qilgan emas. Bu bir vaqtlarda Budizm bilan bu Xitoyga kirgan. Budizmninki mantiqilik degan bir bilimi bor. Ama Xitoyninki asas siyosiy madaniyatiga singmagan bu. Ama G'arb devletlerde mantiqi bilimi muhim. Bularni boshlang'ich maktabdan itibaren şu mantiqi bilan tarbiyalaydi. Yani haqiqatga tayangan, haqiqatninki ba'zi qoidalarga, modellariga qarab to'g'riliqni o'ttirib chiqarish. Xitoyda bu mantiqilik degan darslar normalda universitetlarda ondan keyin berib qo'ydi. Chunki bu G'arb yoki Hind falsafasi haqida darslarni bergan vaqtida buni so'zlaydi. Shuningga bu Xitoyninki ba'zi so'zlarininki haqiqatdan yiroqroq, ama natija qozonig'ili bo'ldi. Bunda bo'lg'achqa hozir misoliga Amerikaning o'zininki zeminida yoki o'zining davlatida inson haqlarininki depsend qilingan hakkında Xitoylar arlab bir doklad yazdı. Ötkende mi Amerika'nınki şu otur şarttaki insan hakları depsendilik degan dokladlarını ilan kılıvatıdı. Hem de bu siyasi, iktisadi, ticari, enerji, xavfsizlik degan bu menfaatlardan tüpeyli bazı devletler Xitoyni qo'llab berdi. Şununla Xitoyninki hozir Amerikani, G'arbni tanqid qilgan shunday subjektiv dokladlar ba'zi davlatlar tarafdan qo'llanishga, ya'ni Xitoyni qo'llashga tirishayotgan davlatlar buni qabul qildi hamda. Chunki Amerikaga o'sh yoki G'arbga o'sh bo'lgan davlatlarmi Xitoy to'g'ri deyotdi. Ana ularmi shunday qaranliq bir tarixi bordi. O o'zining qaranliq tarixini yeb bitib Xitoyninki yo'q bir meseleni teshib chiqyapti. Aslında Xitoyninki shu abaqiman degan inson haqlari deymiz, zulm deymiz. Aslında Xitoyda yo'qdi, ularda bordi. Ular o'zininki bor narsani Xitoyda bor deb shunday deyotdi. Bu nayda bir xato degandek tushuntiryotdi. Ama bir mezgilden keyin bu Xitoyning deganlarimi yolg'on bo'lib chiqdi. Yaqinqi zamonlarda ba'zi bir nimalar bor, to'rbetlar bor. Maxsus shu yolg'on gaplarni teshib chiqadigan. Amerikanınki shu Amerikan ovozininki ba'zi arlab turib hafta bir ikki shunday Xitoyning yolg'on gap qilganligini pash qildigan bir nimalar bor, maqolalar bor. Ama Xitoyninki bu Xitoycha deganda Davai Xuan degani, yani cho'ng tashviqotga qarshi aslında G'arbliklar hozircha ojiz kelyapti. Bu ojizlikdan tüpeyli bazı devletler Xitoyninki deganlariga ishinib turib va Xitoyma vaqtincha tashviqotindami ba'zi utuqliqlarni qo'lga tushiralaydi tabii. Hanım der Mişer'den doğallaştırsak bu nokol Amerikalı emas hamda. Bu Kanada'da öz vaqtida Kanada hükümetininki avarjullarninki prezidentleriga yatak mektep uğurlaştırıp onunki bu o'quvchilarninki o'ldirilganligiga dair bir xabarlar chiqdi. Hatta bununki bu o'quvchilar jasadlarini tepildi degan xabarlarni o'qidik. Bunun başqa nurg'un Kanada deymiz, Angliya, hatta bizni qo'llayotgan Yevropa va demokratik davlatlar. Ularning tarixda shu degandek ba'zi qaranliq ahvollar bor. Siz biraz burun deb o'tdingiz. Hatta agar Turkiya bilan munosabatda agar Xitoylar ma'lum bir seviyaga kelgan vaqtida balki Xitoylar deylik Turkiyaga sizlarda bunday ahvollar bo'lishi mumkin. Masalan, Ermeni degandek-ku. Cho'qim masalan teshib chiqadi hamda. Shuningdek, onun başqa Xitoyning bu texnik jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi afzalligidan foydalanib, tashviqot jihatdan nurg'un davlatning aktiv pozitsiyaga o'tib olganligi, aktiv burunga o'tib olganligini hozir deb o'tdingiz. Mushtaq ahvol ostida bizningki Xitoyning bu ustunligi yoki afzalligi Sharq Turkistonninki
davasıga, bu chet ellik yönelişiga qandayroq ta'sirini qilishi mumkin? To'g'ri, ya'ni bu Xitoy misoliga Hindiston bilan bo'lgan munosabatlardami, Hindistonning chegara rayonlaridami ba'zi osonlik millatlar bor. Bu osonlik millatlarninki yashagan holi nachar yashaganlarmi bor bu osonlik millatlarning. Xitoy mushu osonlik millatlarni tadqiq qilib qo'liga jiq material tushirib oldida. Shuningga Hindiston agarda Tibet masalasini ko'tarib chiqsa, Xitoy shu Hindistonning osonlik millatlar va shu Kashmir rayonidagi musulmonlarning qanday izlaganligini ko'tarib chiqdi. Siz dediniz Türkiye'de mi shunda? Yani sizlar o'zinglarda nurg'un masala turib, misalga Kürt meselesi, Ermeni meselesi turib bizga bunda değişimler to'g'ri emas. Başta o'zinglarning ishini bir hal qilib o'tinglar. Yani xalqning og'zini to'sab qo'ydiganga va ularningki harakatini to'sab qo'ydiganga tirishib kelyapti. Bununla usta aslında şu Kuomintang bilan Gomzendangning arasındaki urush jidallardimi, Gomzendangmi yaxshi ishiltatdi shundoq abaqa degan bu sofitizm uslub bilan. Guybian shu degan uslub bilan Kuomintangchilarni xeli avara qilganda hamda. Tabii Kuomintangchilarninki ufturitishi kommunist armiyasiga qarshi yolg'izla bu mesele emas, ama bu yağancılık bilan netice ağanlığını Xitoy Komünist Partiyaning tarixida ochiq ko'rgili bo'ldi buni. Misalga o kommunistlarning qurgan bir tashkiloti var, internasional tashkiloti deb qo'ydi. 1919'da Lenin qurgan ikkinchi shu internasional tashkilot. Xitoy Komünist Partiyasi bulardan pul oldi. Bulardan yo'l yo'riq oldi. Ve şundakla Japonya Xitoy urushunda Sovyetlarninki menfaatini qo'g'dash uchun Xitoy Komünist Partiyasi ba'zi siyosatlarni ilib berish lozim deb shunday deyalaydi. Misalga bugün birisi chet el tashkilotlar bilan shunday bir qo'yiq munosabati bo'lgan bo'lsa, siyosiy, iqtisodiy jihatda munosabati bo'lsa, bugün Xitoy uni xoinga chiqarib, uni etibdi. Ama Xitoy o'zlari ashuni qilgan. Ama onu qilgan chaqda biz kommunizmni Xitoyga akilish ve komünizm bilan Xitoyni qutqizish o bu deb tushuntirdi. Aslında Kuomintangchilar shu Xitoyni qutqizamiz deb hokimiyat qurgan. Kim kimni Xitoyni qutqizdi? Aslında her ikki taraf bir-birisi bilan jang urush qilgan chaqda necha milyon begunoh inson o'ldi. 7-8 milyon asker öldü. Yani 20-30 milyon insan bu iki partininki urush jidaliga kurban bulup ketdi yani. Şununla bu özününki qilgan yamanlıklarını to'g'ri deyish uchun bununla chiroyli nazriyevi bazı gap so'zlarni yaratishga tirishdi. Bu yaratishda abaqa degan shundaq sofitizm yo'li bilan buni qilib kelyapti. Hamda bu yani o'xshash bu zihniyat bilan Amerikaga bo'lsin, Yevropaga bo'lsin, Turkiyadagi, O'rta Osiyodagi davlatlar bo'lsin, bularga bir xil bisim ishiltish shaklida ularni Xitoyni tanqid qilgan, Xitoy qarshi chiqadigan tashabbuslarni yoki shu siyosatining oldini olishga tirishdi hamda va tirishib kelyapti buni. Qanchalik ta'sir yetkazoladi bu davlatlarga bog'lanadi. Misalga G'arb davlatlari, Amerika, İngiltere degandek devletler hamda Xitoyninki bu yamanlıklarını bilib kelyapti. Misalga deylik, Hong Kong meselesinde 1984'te İngiliz bilan Xitoyning arasında bir kelishim qilgan, her ikki taraf imzo qilgan, ondan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'nda buni rasmiyatlarni o'tab, xalqaro bir qonun salohiyatiga ega bo'lgan bir kelishim bu. Ama Xitoy shu Xi Jinping Hong Kongni o'zgartiraman degan jarayonda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bo'lsin va qolganlar bo'lsin dediki, bu kelishim yolg'izlab bir tarixiy quruq qog'oz. Yani tarixda bo'lgan ama bir quruq qog'oz. Misalga deylik, 2016'da Filipinler, yani Filipin devleti
Xitayni ham shundaq sotqa bergan. O sotni bu Filipinlar chaqirg'ashqa qurilgan vaqtincha bir sot. Misalga bu sotning bergan qarorini, ya'ni Xitoyga qarshi bergan qarorini Xitoy qabul qilmaymiz, u yolg'izlar bir quruq qog'oz deydi. Şunun g'arbliklar tushunyapti hozir. Xitoy o'zining ishiga kelgan chaqda bu xalqaro qonun deb qabul qilib yoki u qonunga sahip chiqib, agarda uning ishiga kelmasa, ondan keyin buni bir quruq qog'oz deganlikni ko'rib kelyapti. Ma Uyg'ur masalasiga kelsak, misolga shu keyingi 4 yilning ichida nurg'un dokladlar o'tirg'i chiqdi. Xitoyningki Sharq Turkistonda ilib borgan o zulm siyosatininki hujjatlari, dalillarimi o'tirg'i chiqdi. Ama Xitoy hammasini yag'an deyotdi. Bu g'arbliklarni hayron qilyotdi. Bu dalil isbot turib, bu nemishga yag'an deydi deb. Bunda ahvollar ko'paygan siri bu g'arbliklar ondan keyin o'qinib to'xtab turib, bu Xitoy bu degan gaplari hammasi to'g'ri bo'lmaydi-ki, buning 5000 yillik tarixi va madaniyati olsak, bu bundaq emasga degan yerga keldi. Ondan keyin Xitoyningki o'tmishini agarda tadqiq qilgan chaqda, o o'tmishida qanchalik vahshiy, dahshat bo'lganligini ko'ra oladi. Misolga shu 1921'lerde Xitoyningki solchi bir romanchi bor, adabiyotchi Lu Xun. Lu Xun shu Beijing universitetida Xitoy hikoya tarixi degan darsni bermoqchiga taklif qildi. Onunki derslikni tayyor qilish uchun o'tmishdagi materiallarni o'qiydi hamdi. O o'qigan jarayonda Xitoyningki tarixining har bitinde yomonliklar bor. Adam aldash, adam öldürüş, adam yiyiş, onunki adam yiyiş başka bir manadı. Yani ben kabul kılmağam, yoki man karşı çıkan adamla bolsa öldürürdüm degan manada sözlep kelgan. Keyin shuningla bu deydi, bu Xitoy mushunda eski bir millatga bu qandalacha bugungacha yashab keldi deb tekrar o'qigan chaqda az sondagi ba'zi Xitoylar o'zini qurban qilib, mushu Xitoyningki illatlari bilan madaniyatini mush kungacha ko'tarib kelgan ekan. Dömbisiga apash qilib ko'tarib ketdi ekan. Shuningga bu Xitoyningki o'tmishima nihoyatda ko'p qarang'iliqlar bor. U adam o'ldirish deb qat'iyan tortinmaydigan. Xitoyningki har shu bir sulola yiqilib, bir sulola qurilib bo'lguncha aşı jarayonda milyon Xitoy o'lganligini ko'ryapmiz. Ya'ni bu yerda rahmsizlik nihoyatda kuchli. Turkiyada misolga ishkenceninki eng yuqori pallaga chiqqan qattiq ishkencelarni Xitoy ishkencesi deydi. Ya'ni shundan bir nom olganda hamda Xitoyningki vahshiy va dahshat bo'lganligini. Hamda bu dehşet ve vahşini yipiş için bazı özlerinki alaydı tarafını mı dünyaya tunuşturup dünyanımı aldıyalaydı hamdi. Ki dünyamı şunda oylaydı, bu Xitoy özününki cayda 5000 yıl devam kıptı. Medeniyetinki ve kültürününki baylığımı xeyli var. Bular aşında millet. Başka milletlerge hücum qilib bakmagan, tecavüz qilib bakmagan, ularni sömürüp, ularga zulm qilmagan deb tushundim. Hozirgacha mana shu gapni deydigan nurg'un odamlar bor. Aslida Xitoy tarixiga qaraydigan bo'lsak, misolga Xitoylar o'zini Han millati deydi-ku, bu Han sulolasidan keldi. Han sulolasiga qaraydigan bo'lsak, bugün şu Huanghe'nin o'ttirgi va Huanghe'ninki to'van tarafda 7-8 o'lkadan iborat. Ama Xitoy Han sulolasininki sirtqa yeyilishi milatdan evvelki bu 141'de taxtga chiqqan bu Hamudi bilan boshlaydi. Kengaydi. Ve nurg'un davlatlarni besib olgan va besib olganki o'zining madaniyati bilan buni jug'urdi. Shuning bilan Xitoylashidi. Bunu 1985'te Tayvanlık bir tədqiqatçı Bo Yang'ın yazgan bir kitabı var.
Yani Sət Xitayla yoki Rezil Xitayla degandek bir kitap yazgan. O kitapni yazgandan keyin Kuomintang hükümeti onu işten ilip onunla nurgun jaza berdi. O'xshash kitap Amerikada yozilganda Amerikadagi siyosiyonlar hammasi o'qisin deb tashviq qilindi. O'xshash kitap shu Japoniyada yozildi. Rezil Japonliklar deb. O yozuvchini ishdan yiroqlashtirib o'tganda hamda Sharqiy devletler belki shundoq bir ajnabiy engiva hamda. Ama hozirgi deyotganlarni bu g'arbliklar tehi chunqur tushungani yo'q. Asta ondan keyin Xitoy tarixten beri shunda yeyilib, ichilib nurg'un millatlarni assimila qilganligini va o assimila qilish jarayonida nurg'un qattiq qo'lliq va yumshoq qo'lliqlarni hammani ishlatganligini, hammasini ko'rishga boshlaydi. Şunun hozir Uyg'urlar meselesinde, Tibet meselesinde yok unda yağan o bu degan gaplar, ertügün bular hammasi g'arbliklar tarafdan bir yağancılık deb ko'rish mümkün. Şununla vaqtincha belki Xitoy bir kazangan dek bo'ladi. Ama uzun müddette bu devam kılamaydı deb o'ylayman. Oğlum ketterlik har qanday Uyg'ur olsangiz hamda. Xitoylar qanday millat, yolg'onchi millat deydi. Yani mutlaq ko'p qismi. Ama yolg'onchi degan vaqtida biz yaxshi bilamiz, Uyg'urlarni yaxshi bilamiz. Ama bunu boshqa chetlarlik tushundigan vaqtida yolg'onchi desaklar qarshi tarafdan toza qoyil qilolmaymiz. Xitoylarninki bu amaliyotda o qarshi tarafdan Xitoy bo'lgan tushunish gibi yos munosabatli. Lekin biz yolg'onchi deb turib Xitoyning yolg'onchiligini isbotlay oladigan yoki uni har xil dalil isbotlar o'tirib chiqara oladigan qandaq bir seviyadan toz yiroqmikin deb o'ylayman. Siz qanday qaraysiz? Yolg'onchi deblar ishni tugakli deb qarayman da. Hamda yolg'onchi deb bo'lgandan keyin onun dalil isbotini berish lozim hamda. Delil ispat bo'lsa g'arbliklar oson tushunadi hamda. Bu 16. asrdan keyin 17, 18, 19 asrdan tarixlarda nurg'un shu g'arblikninki xil tariqatdagi Hristiyan tariqatdagi bu missionerlar Xitoyga bordi hamda. Xitoyninki Xitoy ishchiga kirgizmatdi. Bular shu dengizninki qiyidagi shaharlarda yashayotdi. Keyin ondan keyin bu ichki rayonlarga kiralaydigan bo'lib qoldi. Bu missionerlarninki yozganlari. Misolga Fransiya, Italiya bu yerdan kelganlar bo'lsa, o'zininki hukumatiga yoki bog'li bo'lgan, ya'ni mansub bo'lgan bu cherkovlarga yozgan xatlarda Xitoyninki ashunda yolg'onchiligini hammasini yozadi aslında. Yozilgan narsalar bor. Bu G'arbda, Fransiyada sinoloji degan, ya'ni Xitoy bilimi degan bu bilim başlagan chaqdama ishlatgan ma'lumotlarma mushu nima hozir degan bu missionerlarninki yozgan kitobi, yozgan xati, yozgan doklatiga tayindi hamda. Ama u vaqtida bu Xitoyninki yaxshi taraflarga qarab qaraganda hamda. Misolga 19 asrda Beijingda yashaydigan bir missioner Hristiyan bazada bir çoşku göç almakçıke belki başka programda mı dedim bu misal dedim. Çoşku göçke okul saldırgan okullar su vurup göçünü eğirleştirip onun için satmakçıke. Bu çetellik bilip yaptı. Bilip yaptı ki neymiş ki bunda akılsa bu yağancılık, aldamcılık emes mi dese Xitoy cevap verme yine de ki Xitoy'a degidek bu chettellik meningki hunarimni bilib olibdi deydi. Shunga o'xshash misolga filosof Russell kitobida Xitoyni jiq tanqid qildi. Mushu yog'onchilik, qazoblikdan shu qolgan nurg'un shunday nima illatlarni yozdi. Ondan keyin mushu missionerlarning birisi yazgan bir kitap var. Xitoyninki xarakteri deydigan. O Xitoyninki nurg'un xarakterlerini, yamanlarını hammani yazgan. Bu kitaplarma var. Bu kitapni tarjim qilishi 100 yildan keyin, 150 yildan keyin Xitoyga tarjim qilindi, o deymi? Ondan boshqa misolga Hegel,
o filozof. Hegel mi deydi? Xitoyda tarix degan bir narsa yo'q. Bir sülale yıkılıdı, bir sülale kilidi. Qilgan ishlari hammasi o'xshash. Taraqqiyot yo'q. Taraqqiyot bo'lmag'achqa, bu medeniyleşmegen. Medeniyleşmegendan keyin iptidai insanlardek yaşayan vahşi insanlardaydı. Misalga bularni Xitoy ba'zan tanqid qiladi ama mening demoqchi bo'lganim g'arbliklarning burunqilari bildiganlar biladi yani Xitoyni ko'rganlar. Ama şu keyingi mushu devirde biladiganlar azaydı. Hem de hiç kim bilmemdi desek mi to'g'ri bo'lmaydi, çünkü Xitoy mutaxassislar var, bazı mutaxassislar, ular biladi buni. Mushu Kunzidan, Laozidan, Hanfizdan, Zhuangzidan mushu filozoflarninki ideyasidan Xitoyninki shu illatlarini izlab tepib o'tirib qo'ygan mushu tadqiqotchilar bor. Mening abaydan biri deganim hamda bundan kim mushuni bildigan tadqiqotchilar ko'payib ve bu ma'lumotlar siyosiyonlarning qo'liga tushib, siyosiyonlarning ideyasini o'zgartirlaydi demoqchi hamda. Kurmalla, biz bugünkü programımızda Xitoydagi bu günlük gezisi çıkan Amerika'daki Hindiyalılar prezidentlerinin yataklık mekteplerinde qaralliq tarixiga münasebetlik bir xabarini analiz qilgan bo'ldik. Erkin, ko'p rahmat sizga. Men rahmat aytaman.